Kichkina oshxonangizdan shikoyat qilishni bas qiling. 6 metrlik oshxonaga faqat bir qatorli mebel joylashadi xolos. Natijada stol torayib, taom tayyorlash uchun juda ham noqulay bo'lib qoladi. Hozir sizning shu muammoyingizga 1 daqiqada yechim beraman. Birinchi bo'lib, pastki javon o'rniga uni biroz qisqartirib, shiftgacha bo'lgan maxsus javon o'rnating. Bir tomonda oziq-ovqat zaxiralari va quruq mahsulotlar, ikkinchi tomonda esa tez-tez ishlatiladigan ziravorlar tursin. Pastki qismga esa ko'p ishlatilgan anjomlar uchun tortma panel, yuqoriga esa osh taxta va o'xloq joylashtirib, toza va tartibli ko'rinish uchun uni berkiting. Pastki tortmalarni balandroq qilib, ostki qismdan maksimal foydalanish uchun qo'shimcha tortmalarni o'rnating. Javonni bir eshikni olib tashlab, sabzavot mevalarini saqlash uchun metal tortmali rels qo'ying. Uning yuqorisiga qo'shimcha ish joyi yaratadigan mexanizmli ish stoli qo'shing. Kerak bo'lganda chiqarasiz, kerak bo'lmaganda yashirib qo'yasiz. Qarama-qarshi tomonga esa 20 sm li javon o'rnating va yon tomonga tortiladigan bo'limlar qo'shing. Bu yerga ba'zi ishlatiladigan oshxona jihozlarini qo'yasiz, uning tepasidan esa idish-tovoqlarni qo'yish uchun foydalanasiz. Biz Savlat Mebel jamoasi buyurtma mebeldan tortib, uning dizayn yechimlarigacha mijozlarimizni xursand qila olamiz. Agar oshxonangizni yoki uyingizni osongina 0 dan 100 gacha jarayonlarni bizga ishonib topshirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar bilan bog'laning. Sahifamga esa albatta obuna bo'ling.